eng cho'ng kallamizni saqlab olganimiz başlikinde tabiinin keyingi şahs degan chog'imizda cho'qim tabiinin keyingi shaxsning sahoba bo'lish, tabiin bo'lish ehtimolliqmi bordir. Buni saqlash kerak. Yana birisi biz mursal sahobiy deb bir turni so'zlab o'tgan. Mursal sahobiy deganimiz sahoba o'zi rivoyat qilgan, ammo o'zi ko'rmagan sahabisi bor hadisda, sahaba so'zlangan, ammo sahaba hech kichik bo'lganlikdan yoki o'zi u hodisaga qatnashmaganlikdan yoki u voqea yuz bergan joyda u boshqa rayonda bo'lganligidan nima sabablar qanday bo'lsa bo'lsin o'zi ko'rmagan bir hodisani rivoyat qilgan bo'lsa, buni biz mursal sahobiy deb atagan. Endi bu sahobadanki g'oliban ko'pincha vaqtda yana bir sahobaning anglash ehtimoli kuchli bo'lganligi uchun buni ayrim bir hukm bergan. Yana bu yerdagi ixtiloflar bor, ammo jumhur buni olamiz degan qarash keldi. Buni yana kitoblarda qayta diqqat qilishlik bu muhim nuqtalardan birisi. Endi biz mushu hadisning isnodidagi isnodning avval tushib ketgan bir ismni qolib qo'ydik. U bo'lsa muallaq. Hadisninki isnodining oxiri yana tabiinin keyingi shaxs tushib ketgan bir ismni qo'ydik. U bo'lsa mursal. Endi bizga qolgani mush ikkisining oraliqida tushib ketgani. Yana oraliqida tushib ketgan. Ya'ni beshidanmi emas, u oxirdan keyin tabiinin keyingi bo'lgan shaxs emas, hadisninki isnodninki orasida tushib ketgan. Isnodninki o'tirib tushib ketgan, bu qoldi. Endi buningda biz hozirda vaqt o'tgan mo'zal, hadis mo'zal degan nima desam, mushu tushib ketishning turi bir o'rindan ikki ravi yoki ikkidan ko'p ravi orqa-orqadan tushib ketgan hadisning turini ko'rsatdi. Yana bir ravi tushib ketgan bo'lsa, ya'ni 5dan tushib ketgan bo'lsa, muallaq bo'lsa, agar birdan ko'p ravi tushib ketgan bo'lsa, ham buni mu'azzal deb bo'ldi. Agar hadisning isnodining qat o'tirdan ikki ravi bir yerdan orqa-orqadan alat tavali, ya'ni orqa-orqadan ikki ravi tang tushib ketgan bo'lsa, buni mu'azzal deb bo'ldi. Yoki isnodning oxiridan ikki ravi, isnodning nerede bo'lsin, ikki ravi orqa-orqadan tushib ketgan hadis turini biz mu'azzal deb ataymiz. Endi shunga mu'azzalning ba'zi turlari, yana ba'zi shakllari hadis muallaq bilan nima qilib qoldigan, ya'ni o'xshab qoladigan, ya'ni biriktiradigan yerlari bor. U taraflari bor deb qaradim. Kitobga kirsak, endi mu'azzal degan shunday hadis, ya'ni hadisda isnodda orqa-orqadan ikki ravi bir yerdan, ya'ni ikki ravi orqa-orqadan tushib ketgan hadisning turini ko'rsatdi. Lug'atda mu'azzal degan nima degan gap desa, azalahu degandan chiqqan ismlar bo'lgan, ya'ni ayahu bir narsani charchtirib, sal og'zib, ya'ni qiyinlashtirib qo'ysa, buni azal deymiz. Mu'azzal degani qiyin bo'lib ketgan, nihoyatda mushkul bo'lib ketgan degan ma'no. Isloh degan nima esa, isloh buning ma'nosi uning isnodin ikki yoki ikkidan ko'p ravi alat tavali orqa-orqadan tushib ketgan hadis. Ikki yoki ikkidan ko'p ravi orqa-orqadan. Demakki bir yer demakchi, yana o'tirdan ikki hadis yoki ikki ravi chiqib, masalan, orqa-orqadan tushib ketgan bo'lsa, yana bir yer orqa-orqadan tushib ketgan bo'lsa, buning ismi nimadir? Mu'azzaldir. Masalan, misolga qolsak, ham aniq shunday. Misol Marahul Hakim fi Ma'rifat Ulumul Hadis. Yani o meselesi hakim rivayet hadisi o senede bilen Ka'nabiy'den o Ka'nabi Malik rivayet ediyor ki ennehu belagahu enne Ebu Hüreyre. Qal müşahede gidiyor. İmam Malik'ten rivayet kıldı. Malik deydi ki ennehu belagahu. O Malik'e şunda haber yetti ki enne Ebu Hüreyre qal. قال الرسول صلى الله عليه وسلم للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق. Demek Mişya'daki Edison senede karısak İmam Malik yani yerdeki Ebu Hüreyre'den nima qildi var? Ebu Hüreyre'den ninki manda deganligini Rasulullah'ın bu hizmet kuzganligini bizga xabar berdi. Endi Mişya qarısak deydi ki bu hakim bu hadis bahavir deydi ki bu hadis mu'azzaldir Malik'tin. Nimishqa bu hadisni Malik o'zininki mushunda shaklda, ya'ni mushunda mu'azzal shaklda muvattada keltirgan azalahu hakaza fi muvatta. Ya'ni muvattada buni mushunda mu'azzal shaklda keltirgan deydi. Demak, bu Malik bilan Abu Hurayraning orqasida ikki odam tushib qolgan degan bo'ldi. Alat tavali orqa-orqadan, ya'ni Imom Malikning ustozi, uning ustozi bo'lib orqa-orqadan ikki odam bir yerdan tushib ketganlar uchun hadisning ismi nima va mu'azzaldir. Unda da bu masalan buning isnodiga qarasak bu hadis mu'azzal chunki u bu hadisdan ikkidan ravi mutavaliyan orqa-orqadan bo'lgan ikki ravi tushib ketdi Malik bilan Abu Hurayraning orasida.
Haqiqatan bunu tushib ketganlarki biz qanday bildik desak, yana birisini biz tushib ketdikki, biz buni bildikki, haqiqatan bu ikki ravi tushibdi, mush muvattadan xorij muvattaga muvattadan boshqa yerda kelgan, ya'ni muvattadan tashqari boshqa yerda kelgan hadisning rivoyatidan bildik. Demak, muvattadan boshqa yerda kelgan mush hadis, mush isnad bilan kelgan yerda hadisning isnodi mundaq. Qanday deydi? Malik Muhammad ibn Ajlandan, u Muhammad ibn Dadistan, u Abu Hurayra. Demek ki müşahede İmam Malik'nin arkada Muhammed ibn Ajlan onun dadisi. Demek ki ikki ravi tushib qolganligi biz yana bir rivoyat nima qilib selishtirib qo'ygandan keyin bildik deydi. Demak bu hokimninki bu yerga bu hadisga mu'zal deb baho berish yoki mu'zal deb sifatlashi müşahede Malik bilan Abu Hurayra orasida arqadan ikki raviyning nima qilib ketganligi sababidandir. Demak ki bu misol Meyle bu tushib ketgan mundaqcha va haliq sahobadan keyingi orqada tushib ketgan bo'lsin yoki o'tirib tushib ketgan qanday edi isnodning meyli avvalda shart yo'q, oxirida shart yo'q, o'tirida shart yo'q. Isnodning qanday yerida ikki ravi orqadan tushib ketgan bo'lsa, buning ismi hadis mu'zaldir. Unda hadis mu'zalning hukmi nima? Hadis mu'zalning hukmi biz muallaqni ko'rdik, muallaq hadisning mardudning qatorida hisoblanadi. Hadis mursal haqida bizga qarashlar xilma-xil bo'ldi, ammo bu ham bizning usul hadis ulamolarimizningki filosofiyaga solgan chog'imiz ham mavjud. Endi bu yerdagi mu'zal qanday desa, mu'zal bu hadis zaif. Ya'ni zaif bo'lma, mursal va muallaq munqati qilgan vaqtida, ya'ni munqati men ikkinchi so'zlaymiz ela, muallaq boshqa turdagi men qilgan vaqtida bakroq ahvoli bakroq nachar. Bakroq tuvan. Bakroq ahvoli mursal qilgan vaqtida yoki muallaq qilgan vaqtida ma'niminki miyadagi yoki munqati'ninki, ya'ni isnodniki biz keyin so'zlaymiz. Ya'ni munqati deganimiz bir raviy tushib ketgan, ya'ni shu ikki raviy tushib ketsin, ikki yerda oxirgi tushib ketgan so'z so'zdim. Ya'ni biz tushungan chog'imizda taxmin ro'shanlashadi. Demak, mursalni qilamiz biz bilganimiz mursal eshittirgan vaqtda buningki nimasi mu'zalninki holi anadan bakroq tuvan turadi. Nima ish qadisi? Bu yerdagi isnodda tushib ketgan odamlar ko'p bo'lganligi uchun isnodda tushib ketgan odamlar ko'p. Mursal tushib ketgan faqat tabiiniki tushib ketdi. Endi bu cho'qimki, ya'ni undan keyin sahoba ehtimoli bor. Bo'lma degan chog'da bir tabiinning tushib ketgan ehtimoli bor. Va bu tushib ketgan odamninki misoli son jihatda omma mu'zal qilgan vaqtda yana birisi bu yerdagi masalan munqatini hali so'zlasak tushunib qo'ying. Munqatida bir yerda ikki ravi tushib ketgan bo'lsa, ikki ravi birli yerdan ulamoq ta'sir bo'lgan, buni san topmoq ta'sir bo'lgan bir ikkisi bir yerdan tushib ketsa, ta'sir bo'ldi. Bu bir yerdan tushib ketmay, ayrim ikki yerdan tushib ketgan. Endi buningki masalasi ma'non qarab vaqtida bizga yangiroq bo'ldi. Endi bu Halbuki o munqati olsun, o mu bir merdot o'xshashligida, ammo mu'zal bu yerdagi munqati qilgan vaqtida, mursal qilgan vaqtida bakroq nimadir u ahvoli bakroq tuvandaydi. Ana bu hukm mu'zal bo'lgan hukm ulamolarning ittifoqi. Ammo mursalga azaq xilma-xil qarashlar bo'ldi, ammo bu yerdagi mu'zalli bil ittifoq hukm bu nimadir u zaifdir, marduddir. Yani bir sene mu'zalni biz tushuntirgan chig'imizda baydadik, mu'zalninki tushib ketishiniki, sahtininki, ne tushib ketishiniki hech qanday bir nimasi yo'qninki, muhim bo'lgan ta'siri yo'q. Mayli avval tushib ketsin, mayli oxir tushib ketsin, o'xshash ekanda ikki orqaga tushib ketsin dedik. Shuning uchun bu yerda bir muallaqninki biz muallaq tushuntirgan vaqtimizda muallaqda isnodning avvaldan bir yoki birdan ko'p ravi, ya'ni tushib ketgan bo'lsa, biz buni nima deydik? Muallaq deydik. Mush noktada bizningki muallaqning ba'zi suratlari bilan mu'zalning ba'zi suratlari birisi-birisiga va bunda o'xshab kelgan ahvollar. Shuning uchun mu'zal bilan muallaq orasida umumiy xusus minvaj. Yana bir nuqtadan nima va umumiy xusus minvaj, bir nuqtadan birisi-birisiga nima qiladigan va jo'g'lashadigan, yana bir nuqtadan chava ayriladigan ayrim birisi-birisi qarab vaqtida birisi-birisi qarab vaqtida xos bo'ladigan. Bunda bir nuqtalari bor. Masalan, muallaq ba'zi vaqtda mu'zalninki ba'zi turini o'z qatag'a olaydi, ham muallaqning mu'zalni o'z qatag'a olmaydigan, mu'zal bo'lmaydigan ayrim o'zininki afrodlari bor. Ham shuningdek bu yerdagi nimaninki mu'zalninki muallaq bo'ninki ba'zi turlarini o'z qatag'a olayotgani bor, ham muallaq bo'lmagan, o'ziga xos bo'lgan ma'lum afrodlari bor. Demakki, bu ba'zi vaqtda nima muallaq mu'zal xos, ba'zi vaqtda cho'g'i mu'zal
amroq qarishkidasinki amli xos nuqsa ayırmayır. Mesela şu noktadan müezelle muallak birlam surati juğuluşudu. O öz qasidese eğer isnadning evvelden ikravi arqaraqdan çıkıp ketken bolsa. Yani isnadning evvelden ikravi yani bir yoki bir ortaq degan jig'imiz bor. Ikravi arqaraqdan çıkıp ketken bolsa, bu chaqni bu hadisning o'zida ham muallaq oldu. Chunki isnadning evvelden çıkıp ketdi. Evvelden çıkıp ketgan chaqda bir yoki bir qanchasi bo'laverdi ismi muallaqdir. Demek hem şundak bunu müözel devagil oldu. Nima uchun desa, bu ham müözel nima uchun biz isnadninki meyli evveli, meyli o'ttiri, meyli oxirida bo'lsin, nada bo'lsa ishqiroq orqaroqdan tushib ketdi, demak bu orqaroqdan tushib ketdi, demak buni ham müözeldir bo'ldi. Demak, mishada mushutur, ham müözeldir, nimadir, ham muallaqdir. Ammo buni ayiradigan ikkidan ayrim surati bor. Demak bu müözel o'ziga xos, muallaq o'ziga xos bo'lganmanda bizga ayriladigan bizninki taraflari bor. Bu qosisi masalan isnadninki o'ttiridan orqaraqdan ikki ravi hazf qilinib ketgan bo'lsa, isnadning o'ttiridan orqaraqdan ikki ravi hazf qilinib ketgan bo'lsa, o'ttiridan ya'ni avvaldan emas, yani o'ttiridan bo'lgan bo'lsa, buning ismi nimadir? Mu'zaldir, muallaq emas. Chunki muallaqning sharti avvaldan bo'lish kerakdi. Demak, bu yerda muallaqning sharti topilmaydi. Ammo mu'zalning sharti topildiki, u qasi ikki ravi orqaraqdan tushib ketdi. Demak, bu yerda buni mu'zal deymiz, muallaq demaymiz. Demak, bu nuqtada mu'zal bize amdek kunudu. Ama miyal qararsak mesela, isnadning evvelden, mesela eğer isnadninki 5'den bir ravi yalğızdan tushib ketgan bo'lsa, isnadning evvelden faqat bir lam ravi tushib ketgan bo'lsa, bu hadisni muallaq deymiz, mu'zal demaymiz. Demak, endi miyada demak muallaq bize amdek. Demak, şuna bu yerdagi ariqdagi umumiy husn min vajhi deganimizdanki ma'nosi shu. Demak, isnadninki 5'den bir ravi tushib ketgan bo'lsa, u muallaq bo'ldi, mu'zal bo'lolmaydi. Demek endi faqatla müözel ile muallaqninki nima qildigan suratlarning ba'zi bir suratda, ya'ni isnadning avvalidan nima ravi 2 yoki ravi orqaroqdan tushib ketgan. Yoki 2 ko'p ravi orqaroqdan tushib ketgan. 2 yoki 2 dan ko'p ravi orqaroqdan, ya'ni uzunmi tushib ketgan ma'qul shaklda buni ham müözel ham muallaq degili bo'lg'achqa hamishadagi bor. Xo'sh. Anda biz bu müözel hadislar nerede uçraydı? Müözelninki hadisler bu söyti müözeldeki munqati'nin mursalning topilgan mushu hadislar, ya'ni mush turga misol qilingan hadislar yoki bu hadislarning topilgan o'rni qasi Said al-Mansurninki kitobi Sunan. Yana birisi Ibn Abi Dunyoning muallafatlari. Endi mushuni qarasak biz mushu hadisi müözelninki turini yoki uni bo'lgan misollarni tushirtalaymiz deydi. Xo'sh. Yana birisi, yani hadis biz hozir muallaqni, mursalni, yana birisiga biz yuqoridagi mu'zalni 3 turni, yana sahti zohirdan 3 turni so'zlab bo'ldi. Endi munqati deb birisi bor, munqatini biz 5 ta hadisda bayon qilgan chog'imizda deb qo'ydik. Munqatining bir ismi bu umumiy, shu mursaldan tortib, mu'zaldan tortib hammasi inqito bo'lganligi uchun, hammasini uzib qilish bo'lganligi uchun umumiy atalg'usi munqati degan. Umumiy atalg'usining ismi munqati deb atalgan. Umumiy qanday yerda bo'lsin, mayli o'zal shaklda bo'lsin, mayli muallaq shaklda bo'lsin, mayli mursal shaklda bo'lsin, har qanday shaklda bo'lishiga qatnashsa, inqito baliki hadisning hammasining ismini umumiy munqati deb atagan. Bunda bir mutaqaddim ulamolarimizniki ishlatilgan ahvollar. Ammo mutaaxirlarda bekigan buning islohi u qosidasi mu'zal bo'lmagan, muallaq bo'lmagan, mursal bo'lmagan. Demak, mush kirmaydigan inqitoning shakllariga, ya'ni uzib qilish isnadning avvaldan bo'lsa muallaq bo'lib qoldi ekan. Demak, isnadning avvaldanmi bo'lmagan. Ikravi orqa-orqadan bo'lmagan. O'ttirda oxirida bo'lsa ikravi orqa-orqadan bo'lmagan. Agar orqa-orqadan bo'lsa o'zi bo'lib qoldi ekan. Sahobadan keyingi shaxs bo'lmagan. Demek ki eğer unda bo'lib qolsa uning ismidan o'tgan va mursal o'tgan. Demak, mushu 3 turga kirmaydigan inqito shakllarini biz munqati deb atadik deydi. Bu keyingi mutaaxirlarimizniki, ulamolarimizniki bilgan isloh shu. Misolan qanda isnadninki 2 ravi tushib ketdi, isnadning ichidan jarayonidan o'ttirdim. Masalan, bir ravi isnadninki nimasidan 5-roq tushdi, yana birisi uning oxiridagi. Masalan, haddasana pulan deb zikr qilgan ustoz zikr qildi, ustozning ustozi tushib ketdi. Bu tushib ketganning ustozi zikr qilindi, uning dedikin yana bir tushib ketdi. Demak, ikki ravi tushib ketgan bo'lsa, orqaroqdan tushib ketmay,
Bu yana bir ayrim ikki ravi ayrim o'rinda tushib ketgan bo'lsa, masalan, buning ismini biz munqati deb ataymiz. Endi qolgan misollarimiz mana kitobdagi misollardan taxmin ishlatib. Munqati degan nima desa, u inqitoatdan chiqqan ism fa'ilni uzib ketgan degan ma'noda istisnoning ziddi. Islohda nima desa, ma lam yattasil isnaduhu ala ay wajhin kan inqita'uhu. Demak, uzib kelishining holi qanday bo'lsa, uzib kelishining shakli qanday bo'lsin, avvaldan bo'lsin, o'rtadan bo'lsin, oxirdan bo'lsin, birisi yolg'iz bo'lsin yoki oxirdan bir qanchasi bo'lsin, hammasining ismi nimadir va isnodi muttasil bo'lmaganning ismi hammasi o'xshashligida munqati'dir. Endi bu yerga kelsak, endi bu ta'rifninki bundan geçmişe kelgan chog'imizda u shuni maqsad qildiki, har qanday bir o'rinda tushib ketgan min ayyi makanin kan, savan kana inqita min awwal as-sanad aw min akhir aw min wast. Meyli isnadninki nima bo'lsin, qanday o'rinda bo'lsin, meyli o inqita uzib qolish isnadning avvalida bo'lsin, yoki isnadning oxirida bo'lsin, yoki isnadning orasida bo'lsin, o'rtada bo'lsin, uzib qolish nada bo'lsin, her qanday kulli isnadin inqata uzib ketgan, ya'ni muttasil bo'lmagan har qanday bir ittisolni nimaningki isnadning uzini nima deymiz? Yana munqati deymiz degan gap. Endi shunga asosan mushu ta'rifga, ya'ni mush ta'rifda qo'yilgan shartlarga, mush hadga asosan buningga va kirib turdi nima va bu qatiga munqatiga mursalmi, muallaqmi, mu'zalmi. Chunki bularning hammasi uzib chiqib isnadda. Hammasi de muttasil emas, demak bularning hammasi munqati ish qatoriga kiradi. Lekin ulamo va isloh mutaakhirin, ya'ni keyingi davrdagi mutaqaddim mutaakhir deb asdiqqa bizningki isloh ulamolarimizni, ya'ni xususan mutaqaddim deb arish, mutaakhir deb arish va sajatun shu Xatib al-Bag'dodiyninki davridan arigan ko'pinchalar. Demak, Xatib al-Bag'dodiyninki davridan burun o'tganlar hammasi mutaqaddimlar. Xatib al-Bag'dodiyning keyingi kitob yozgan yoki bu mustalahlarni bekitgan, mustalahni sharhlaganlar, bular mutaakhirlar deb atalgan. Demak, shu davrdan burun qila shunda ishlatgan bo'lsa, keyingi ulamo mustalah bu yerdagi munqati'ni uningga mursalning suratimi, muallaqning surati, mu'zalning surati, mush uchning surati, mush uchdan nazning surati uningga nima qilmaydigan, tatbiqlanmaydigan, mos kelmaydigan turga nima qildi? Xos qildi. Demak, u madamiki munqati bo'lish uchun muallaq bo'lmagan u shakli, mu'zal bo'lmagan u shakl. Yana mushu 3 shakldan boshqa shakllarni biz munqati deymiz. Endi mushundaq istimal mutaqaddimin fil g'olib degani, ko'pincha ahvolda mutaqaddimlarimizning, ya'ni burunqi isloh ulamolarimizning istimoli shunday bo'lgan. Ammo andisanda umum qilib ishlatgan ahvollarmi bor, umum qilib ishlatganlar bor. Shunga xosatan mushuni ayrim munqati degan mundati deb lekinda buni bekitgan emas. Masalan, mursalga ayrim ism, muallaq ism munqatini g'oliban mushu bizning keyingi davrdagi mutaakhirlarimiz bekitgan islohda ishlatgan. Ammo mutlaq emas. Shuning uchun keyingilar bekitgan chig'imizda keyingi mutaakhir, ya'ni mustalah ulamolarimiz buni bekitib, ya'ni buni asla hamda munqatini muallaqni munqati deb atash yoki mu'zalni yoki mursalni munqati deb atash bo'lmaydi. Munqati ayrim bo'lgan, mustaqil bo'lgan bir tur qilib buni kim bekitdi? Mutaakhir mustalah ulamolarimiz. Ama mutaqaddimlar olsun, mutaqaddimlarimiz mushu munqati deganni biz hozir shaylagan mushu mutaakhirlar bekitgan mushu qarashlarga ko'pincha shuni ishlatgan bo'lsa-mu, ba'zida yana muallaqni munqati deb qo'ydigan, ba'zi vaqtlarda mu'zalni munqati deb qo'ydigan bunday ahvollarni bor. Mushu sababdan deydi Imom an-Navaviy, dedi Imom an-Navaviy, aksaru ma yas'an riwayat man dun at-tabi'i an as-sahabi. Mesela köpünç vakitte bu munqati'ni nimaga ishlatamiz? Köpünç vakitte o tabi'inninki, sahabidan bir tabi'in rivoyat qilgan. Sahabidan bir tabi'in, man dunat tabi'in sahabi. Sahabidan rivoyat qilgan bir tabi'inning tuvindagi kishi. Yani eğer tabi'inden evvel kişilik ketgan bo'lsa, mursal to'g'ri. Demak, mushun arish uchun sahabening rivoyat qilgan tabi'indan tuvan kishining rivoyatiga. Demek sahabe sözlüptü ama sahabesininki tabi'in rivayet kılmayı bu hadisini sahabesininki demek hadis mursal emas ama bu tabi'in çıkıp tabi'in keyingi şahsning rivoyatiga. Bir tabi'in keyingi şahs kim o? Tabi'i tabi'in deb ataymiz bu. Tabi'i tabi'in bo'lgan bir raviydan birisi
İbn Ömer'den yoki Ebu Hurayradan deb bir sahobaning ismini chiqarib rivoyat qilgan bo'lsa, demak maqsad kim chiqib qoldi? Tabiin chiqib qoldi. Shunda bo'lgan bo'lsa, buning ismini nima deymiz? Va munqati deymiz deb ko'pincha vaqtni o'xshatamiz deb Imom Navaviy shunda degan. Demak Malik masalan Ibn Umar rivoyat qilgan bo'lsa, bu nima deymiz? Mushadiki tabiin chiqib qolgan. Misolan, buning ishlatilgan iste'moldagi shunday bir g'olib yoki ko'pincha vaqtda ishlatilgan iste'mol shu. Ammo buni mutaxassislarimiz bu ta'rifni yoki bu islohni texmo tahrirlab, texmo bekitib, shu nuqtaninki muayyan bo'lgan bir turlarga xos qildi deydi. Ana ahli hadisdan bo'lgan mutaxassislarimizningki, yana keyingilarningki nazardagi bu munqati degan nima desa, munqati degan uning isnodi nima qilmagan va muttasil bo'lmagan. Ya'ni isnodi muttasil bo'lmagan. Ya'ni munqati isnodi uzilib ketgan. Va uni mursal degan ismmi, muallaq degan ismmi yoki mu'zal degan ismmi. Demak, shu 3 turning ismi o'z qatag'i olmagan hadislardan uning isnodi muttasil bo'lmagan. Ya'ni boshqa turdagi inqitolarga buni nima ishlatdik? Munqati ishlatdik. Demak, shuni tushunaylik. Bu yoki munqati degan nima ekan desa, munqati deganimiz mushu 3 turdan boshqa inqitoning mushu 3 turdan qaysi? Yana mursal, muallaq, mu'zal. Mushu 3 turdan boshqa isnoddagi har qanday inqitoning umumiy ismidir. O isnodning avvalini hazf qilish, muallaq o'tdi masalan, yoki isnodning oxirini hazf qilish, yani tabidagi shaxsni, unda bo'lsa mursal o'tdi. Yoki bir o'rindan, men ay makan qanday o'rinda bo'lsin, avvalda bo'lsin, oxirda bo'lsin, oxirqidan ikki raviyning hazf qilinishi, unda bo'lsa mu'zal o'tdi. Demak, mushu 3 dan boshqasi nimadir va ismi munqatidir. Mushu qarashqa bizningki muhaddislardagi eng islohlarni eng go'zal sharhlagan Hafiz Ibn Hajar rahimahulloh o'zining kitobi Nuhbatul Fikr degan kitobida mushu uslub bo'yicha mangdi ham uning sharhisidami, ya'ni Nuhbatul Fikrning sharhisi bo'lgan Nuzhatun Nazarda yana mushu uslubda, ya'ni munqatini mazmunini yoki munqatining ta'rifini mushu xil bo'yicha tahrirlab davom qilgan deydi. Masalan, andaki ba'zi vaqtlarda bu inqito isnodninki qad yakun inqito fi makan wahid min isnod, qad yakun fi aksar min makan wahid. Masalan, inqito isnodning bir o'rinda bo'ldi. Masalan, isnodninki avvaldan bo'lsa muallaq, avvalgi musamayli biz avval muallaq turini chiqaryaptik, oxiri bo'lgan mursal turini chiqaryaptik. Demak, isnodninki o'ttirib qolib qoldi. Demak, o'ttirdagi bo'lgan inqito yolg'iz bir raviy o'ttirib tushib ketgan bo'lsa, buni ismi munqati. Bir ravi isnodning avvaldan emas, oxirida isnodning o'ttiridan bir ravi yolg'iz tushib ketgan bo'lsa, buning ismi nimadir? Munqatidir. Yoki bir o'rindan ko'proq o'rinda bo'lganligini, bir o'rindan ko'proq o'rin tushib ketdi. Masalan, isnoddan 2 ravi tushib ketdi. Ammo 2 ravi alat tavali, ya'ni orqa-orqadan tushib ketmay, 2 ravi ayrim-ayrim o'rin. Masalan, hadisda bir tabiin tushib ketdi, masalan. Hadisning isnodning avvaliga qarasak, bu musannif shayx deb muallaq shakli o'tib ketib bo'lgandan keyin yana musannifning shayxi zikr qilinadi, demak isnodning muallaq emas, undan keyingi shayx tushib ketdi. Demakki, bu yerdagi isnodda ikkidan tushib ketgan bo'lsa, alat tavali, orqa-orqadan tushib ketmay, ayrim-ayrim 2 o'rinda tushib ketgan bo'lsa, buning ismi nimadir? Munqatidir. Demak, shundan hadislarga, ya'ni shunday inqitoning shakllariga biz yana nimada turni munqati degan ismni ishlatamiz demoqchi. Misali masalan rivoyat qilgan Abdurrazzaq As-Savri nisbatan Savridan, u rivoyat qildi Abi Ishoqdan, u rivoyat qildi Yazid ibn Huzayfadan marfu holatda, ya'ni marfu degan Rasululloh nisbat berib, ya'ni qala Rasululloh deb. In vallaytumuha Abu Bakr faqawiyyun amin degan musha hadisni keltirdi. Ana bu isnodning biz isnodga qarasak, bu isnodda bir munqatilik bor. Masalan, bu isnoddan muvastihi isnodning avvaldan emas, oxiri o'tiridan bir ravi tushib ketgan. U bo'lsa qasi sharik. U sharik nima tushib ketdi? Sharik Savri bilan, ya'ni Savri bilan kimning orasida? Abi Ishoqning orasida sharik deydigan bir ravi tushib ketdi. Chunki Savri bu nimada hadisni Abi Ishoqdan bevosita anglamagan. Aslida hadisni sharikdan anglagan, sharik bu hadisni Abi Ishoqdan anglagan. Endi bu hadis nimadir? Munqatining shakli. Isnodning avval tushib ketgani yo'q. Chunki Abdurrazzaq
u ustozi Savriymi nima qildi va zikr qildi. Demak, islomning avvaldimi tushib ketmadi. Oxirdimi tushib ketmadi demak Huzayfa so'zini. Endi bu yerdagi bu hadisninki ikki ravi orqaga tushib ketmadi, faqat bir ravi islomning o'tirib tushib ketdi. Bu shakl, masalan, sharik tushib ketdi. Bu nima misoli, munqatining misoli. Endi mushkil inqitoqa buni mursal degan olmaydi. Chunki o'tib ketgan kishi sahobadan keyingi shaxs emas. Muallaq degan olmaydi, nima emas, islomning avvalida emas, mu'zal degan olmaydi, ikki ravi orqaga tushib ketmadi. Demakki bu munqatidir. Endi bu munqati'ninki hukmi nima? Munqati hukmi nima desa, hadis munqati'ning hukmi ulamolarning ittifoq bilan zaifdir. Mursalligidek talash tartish yo'q buningda. Bu nimadir va munqati'ning hukmi bil ittifoq nimadir va yana bu zaifdir, marduddir. Nima uchun? Mana shu sabab, yana shu sababdanki, mahzub bo'lgan ravininki ahvoli bilmaganligi uchun. Masalan, biz ma'yarni qarasak, bu hadis qarasak, bu yerdagi Savri ulan Abi Ishaqning orasida sharik deb bir ravi tushib ketdi. Endi bu sharik degan ravini tushib ketgandan keyin bu sharik degan ravininki masalan misolga olsak, bu sharik degan ravini biz yana bir isnod bilan tepib, bu sharik degan ravi tushib ketganini topmasak, u tushib ketgan odam sharikmi yoki boshqa odammi deb uqmasak, uqmagan odamning u odilmi, zobitmi, uningda hadis maqbulning shartlari tepilammi, tepilmamda uqmasak, demakki bu yerdagi o mahzub ravining holini biz bilmaganligimiz uchun bir ravi hazf qilmoqlik sababi bilan bu hadisdan bo'ldava hadis marud qaylandi, hadisninki munqati'ninki zaif bo'lishininki sababi shu mahzub bo'lgan yoki tushib ketgan ravininki ahvolini bilmaslik deydi. Demak, biz shu to'rt tur bilan, ya'ni muallaq, ya'ni mursal, mu'zal, yana birisi munqati. Mush to'rt tur bilan biz saqt zohirninki, ya'ni saqt zohirninki turlarini tugatgan bo'ldik. Endi biz mudallas ham mursal xafi deb yana ikki tur bor. Bu qasisa buningdagi hadislarninki zaif bo'lishining sababi, ya'ni mursalmi, mursal xafimi zaif turlardan, mudallasmi zaif turlardan, ya'ni mardud turlardan. Ham bu mardud bo'lishining sababi o'xshashligida isnoddagi inqito. Ya'ni ravilarninki uzilib qilishi, ya'ni isnoddagi ravidagi nima qilishi va tushib qilishi. Endi o'xshash, ammo o'xshamaydigan yeri, yuqoriga 4 turga, ma 2 turning o'xshamaydigan yeri qolsa, ma 2 turdagi bo'lgan saqtini mudurva, alaqa xafidir, ya'ni saqt yushun deymiz, ya'ni tushib ketgan ravini yoki tushib ketganligini faqatnak noit ta'sir. Masalan, yuqori turga qarasak, masalan bir tabiindan birisi qo'pab, qala Rasululloh dedi, masalan, tabiindan birisi qala Rasululloh desa, bizning nazarimizda tabiin degan sahobalar uchrashgan odam degan bu agar Rasululloh uchrashgan bo'lsa uning sahoba uning sifati sahobatdir. Demakki tabiin demaklikning o'zi bu Rasulullohni ko'rmagan, Rasulullohdan anglamagan degan gap. Demak tabiin qala Rasululloh desa chuqumki bu har qanday aqli odam zohiratanligida chuqum bir yerni bava saqt ekan bir sahoba tutmaninki bu hadis mursal ekanligini bilaydi misolda. Undan keyin qolgan turma o'xshash hammasi bu yerdagi tushib qilish, ulardagi nimalar va noit zohiri bo'lgan uning tarixi va uning ahvoli bilan noit zohiri bo'lgan saqt turlariga biz nima turlashimiz yuqoriga saqt zohir degan ismni ishlatamiz. Saqt zohir bilan yuqoridagi 4 turlik hadis zaif bo'ldi. Ammo ostindagi ikki tur, ya'ni tadlis bilan yoki mursal xafi, ma ikki qasilsa buningdagi bo'lgan saqt yoki buningdagi isnoddagi ravilarning tushib qolgan ravilarni tushib qolganligini bilmak unda ro'shan emas. Nihoyat qiyin. Shuning uchun buning ismi nimadir va saqt xafi, ya'ni saqt xafi. Saqt xafi sababidan ikki turlik hadisni bo'ldi, ya'ni ko'p ikki turlik hadis mardud bo'ldi, ya'ni zaif bo'ldi. O'zimi mudallastur va mursal xafidir. Endi bu yerdagi mudallas bilan mursal xafi ikkilisi ma'lum o'xshashmaydigan taraflari va ham o'xshamaydigan azroq taraflari va biz bugun jama mudallasninki qisman shakllarini ko'rib qo'ysak, inshaalloh kelaqatimlik darsimizda ham oson tushunishga foydasi bor. Tadlis degan nima asli? Qanday bo'lgan chaqda hadis mudallas bo'ldi? Tadlis degan qanday ish bu? Qanday bo'lgan chaqda qanday bir
hadis yüz bergen chaqda hadisda mushundaq tadlislik sifatda bilib hadis mudallasga aylanib mavlud aylanadi desa tadlis deganimiz ya'ni lug'atda mudallas degan tadlisdan chiqqan ism. Tadlis degan qanday desa lug'atda kitmon aybis salanil mushtari. Mushtariydan sasqan bizning tovarninki, malninki aybini yushirish. Masalan bir malni sotmoqchi, telefonni yakanda bir boshqa sotadigan narsamizni misolan og'uchidan o'zimizning melining aybini yushirib qolganning ismini biz neymiz va tadlis deymiz. Ama bunun için bunu texmi asli qaysa bu tadlisning asli nereden kelgan desa darasdan kelgan. U bo'lsa zulmatdir, ya'ni qorong'ulikdir yoki qorong'ulikninki olishdir. Nima dava? Men ala qorong'ulik qo'ymiz qo'y shundayga. Mesela narsani taqal qila olmaydigan qorong'ulik, ya'ni ala qorong'u bo'lib ketgan. Bu xil ahvolni daras deymiz. Endi bu qomus shunday kelgan deydi. Hemafil qomus. Go'yoki nima ish qilyapti tadlisni yoki mudallasni, yana bu shunda bu qorong'ulik yoki nima va bir narsaning ilishkishi yoki yushirilish degan bundaq bir yushirilish degan ma'noni o'z qatida olgan bu dalsdan chiqqan bir ismni qo'ydi buningga desa, go'yoki mudallis, ya'ni mudallis deganimiz hadisni tadlis qiluvchi, ya'ni tadlis shaklida sanatni yushirib tadlis shaklida hadis rivoyat qiluvchi odam bu nima qilgan bo'ldi? U hadisning isnodini hadisga kelgan hadisni vaqt bo'lgan yoki hadisga vaqt bo'lgan kishiga yo'gab qo'ygan. Ligi uchun u hadisning isnodini ishini qorong'ulashtirayotgan. Texmi bakchava ko'gilmayotgan qorong'ulik keltirayotgandek bo'ldiki, hadis mudallasga aylanganday. Demakki, tadlisninki biz nimasi kirsak, tadlisning bir qancha qismi bor. Tadlis shuyuh, tadlis isnod, tadlis isnodninki saqsabdan tasfiya sabdan bo'lgan bir qancha turi bor. Biz avval ma'lumotni tushunish uchun bu yerdagi biz tadlisni azroq bir xabarlar bo'ldi. U nima desa tadlis degan aslida bir raviyninki o'zi uningdan hadis olgan bir shayxidan uningdan olmagan hadislarni rivoyat qilish. Masalan bir shayx Abdullah ismli bir nimada va shayxdan hadis oldi. Nurg'un hadislarni. Masalan 100 yakın 10. hadislarni oldi. Hadisini Abdullah deb. Ammo mushu bir hadisni rivoyat qildi mushu shayxdan. Halbuki bu hadisni bu shayxdan olmagan, o'zi olmagan shay rivoyat qildi. Endi buni biz rivoyat qilgan chaqda chuqur men o shayxdan anglagan demaydi. Yoki %100 buni anglagan deb nima qilmaydi va alaqanda jazmi siqlarni ishlatmaydi. Bununla en yakında balagani degandek mındaqlikni bilan javob ehtimollik siqlarni ishlatadi. Shuning uchun bu yerdagi bu shu bizga bir hadisni vaqib hadis degani biz hadisga shug'ullanib hadisning buni isnodi qanday muttasil munqati buni kim rivoyat qilgan naga bordi buning manbasi izlagan chig'imizni bizni qaymoqtirib qo'ydi. Bir qolasak bu hadis javob mush hadisni chunki bu hadisda shu boshqa hadislarni shu shayxdan rivoyat qilgandan keyin bizning nazarimizga kitgan xiyol darhalligida mush hadisda shu shayxdan rivoyat qilgan javob degan bir xiyol yoki bir vahm bizga darhalligida kelib qoldi. Shuning bilan biz bu yerdagi hadisninki sanadiki bo'lgan nimalarga aloqa inqitoni, ya'ni uzilib qolgan inqitoni bilmay qolamiz. Bu nihoyatda aloqa bir tepishdi qati ta'sir aylantirib qo'ydi. Mushundaq mush harakati bilan, ya'ni tadlis qilgan mush harakati bilan bu hadisning ishini hadis xabar o'qiganlarga nima qilgan bo'ldi va nihoyat qorong'u qilayotgan bo'ldiki, hadis mudallisga aylandi deydi. Ya'ni qorong'u, yushilgan degan ma'nodagi bir hadisga aylandi. İslahda nima desa, islahda bu hadisninki islah ulamolaridagi tadlis ixfa va aybun fi isnad va tahsin zohiri. Isnaddagi ayibni nima qilish, yushirish. Buningki islohida isnaddagi ayibni yushirish, uning zohirini nihoyat go'zallashtirish. Ya'ni ikki. Hadisdagi isnaddagi ayibni yushirdi. Masalan, bayligimizdek o'zi anlagan bir shayxdan, ya'ni o'zining ustozidan, u ustozini anlamagan gapni rivoyat qildi. Endi mushuni kimdan anlagan desa, masalan bir zaif raviydan, masalan boshqa bir odamdan anlagan bo'lsam, boshqa bir kishidan, bu kishi nima va hadis zaif bo'lgan, siqa bo'lmagan odam. Agar mushu odamdan anladim men deb qo'ysam, bu hadisni qildi va mardud bo'lgan hadis xato kirib ketdi. Endi mush ayibni yushirib bu qanday qildi? Bu yerdagi
Oşu zayıf ravini qasden teşvik etip bunu go'yoki boshqa hadislarni rivoyat qilgan shayxdan ya siqa bo'lgan shayxni anglagandek bir siyg'i bilan biz gumon berib rivoyat qildi. Demakki bu qanday ekan desa, hadisning tigidagi epni yushirib bizga zohirsa go'yoki islatning hammasidagi raviylarning hammasi siqadagidek. Go'yoki buni siqadan rivoyat qilgan raviylardek mesela xuddi bular tadlis tasviyada bir turi var. Muşhur mesela go'yoki isnatlar hammasini midaka siqa raviylardan rivoyat qilgan hadisdagidek bunda bir gumonlarni berdi. Shuning uchun biz bu yerdagi bu turni mushu isloh bo'yicha davom qilamiz. Anda da bu isnatninki asosliq turlar nəhayət köp turu var buna. Amma asosliq bo'lgan ikki tur o qaysi tadlisil isnat, tadlisil shuyuq deb ikki turu var. Ana ikki turning ta'rif ayrim bo'lganligi uchun ta'rif qilmay turib, men turga bo'lib o'tib, undan keyin ta'rif qilmoqchiman. Ta'rifda isnatninki isnat bo'lgan tadlisil isnat degan ayrim bir tur, endi buning ichidan tarmoqlari var. Undan keyin tadlisil shuyuq. Endi bu tadlisil isnatga kirsak, biz tadlis shuyuqni qo'yib tadlisil isnat degan nima? Yani tadlis ikkiga yuz o'tgan. Hem tadlisi shuyuq o'tgan, yana bir tadlisi isnat o'tgan. Endi buningki mush ikki turlikning birinchi turi tadlisi isnat degan nima esa, ulumol hadis tadlisning mush turini, ya'ni qaysi turi tadlisil isnat degan turini xilma-xil turlar bilan ta'rif qildi. Ammo men bu yerda mening nazarimdagi eng inchki deb qaralgan, adaq, inchki nozik deb qaralgan, ya'ni ham jami ham ma'ni bo'lgan en sahih deb qaraganimdan nima qilaman tanlayman. U tanlash, ya'ni u tanlagan shu ta'rif qasi bizningki İmamayn Abi Ahmad ibn Amr ibn Bazzar, Abi Hasan al-Qattan. Mush ikki imomninki ta'rifidir. U ta'rif bir desam, masalan ta'rif u hadisni bir hadisninki bir ravininki amman qasami'a minhu ma lam yasma' minhu min ghayri an yuzkar annahu sami'a minhu. Mush istilah. Qasi bir ravininki qad sami'a minhu amman qad sami'a minhu uningdan hadis olgan, uningdan hadis anglagan bir shayxdan, bir kishidan ma lam yasma' minhu uningdan anglamagan hadislarni rivoyat qilish. Boshqa hadislarni anglanliq, boshqa buningdan boshqa hadislarni anglanliq, hadislarni alliq. Mushu o'zi anglagan, o'zining shayxi bo'lgan bir shayxdan uningdan anglamagan, ya'ni boshqa bir hadisni rivoyat qilishdir. Min g'ayri ay yazkura annahu sami'a minhu. Bu hadisni hozir mushu tadlis qilingan mush hadisni shu shayxdan nima qilganligini va o'zi anglaganligini zikr qilmasdan. Men falon shayx tomonidan angladim. Haddasana, yakanda sami'tu, yakanda qalb. Bunda jazmi, bunda bir siyg'larni ishlatsa bu kazzab bo'lib qoldi bu. Bu yolg'onchi bo'ldi, kazzab bo'ldi. Bu chava, bu hadisi bundan keyin maqbul bo'lmaydigan, jarh qatoga kirdi. Bu hadis kishilarning hadisi asli maqbul bo'lmaydi. Mushunda bo'lib qolmaslik uchun bu qanday qildi? Bu chuqum ashundan angladim demaydi. Bak boshqa anglagan nurg'un hadislari bor. Ammo bu hadisni bundan anglamagan, bu kishidan anglamagan. Amma buni mushun angladim degan lafz ishlatmaydi. Mushunun anglaganligiga bir vahmi urib qo'ydigan bizga. Bunda bir narsani mushuni va qildi. Mushuni biz neymiz? Tadlisil isnad deymiz. Masalan, shayx kelsak, bu ta'rifning ma'nosi shuki, tadlisil isnad bir ravi bir shayxdan rivoyat qiladi-ki, u shayxdan ba'zi hadislarni anglagan. Ba'zi hadislarni boshqa, ba'zi hadislarni anglagan. Lekin ma tadlis qilgan muhdisni bu shayxni anglamagan. Bilaklarni anglamagan. Haqiqatan u hadisni hozir tadlis qilgan mush hadisni yana min shayxin axir. Yana shu shayxdan anglagan, boshqa bir shayxdan anglagan. Masalan, bir kishi angladi, masalan, misol qilsak, bir kishi Muhammad Salih Damullajimdan, masalan, Muhammad Salih Damullajimdan hadislarni alliq, masalan, Muhammad Salih bir shayx desak, rivoyat qilgan Muhammad Salih Damullajimdan nurg'unlagan hadislarni rivoyat qildirasizlar, nurg'unlagan hadislarni rivoyat qilib misolan. Ammo buni hadisni Muhammad Salih Damullajimning o'zidan anglamay, Muhammad Salih Damullajimdan anglagan yana bir raviydan anglagan. Yana bir Muhammad Salih anglagan boshqa odamdan.
Endi ma kishi qanday qiladi? Anglagan hali kishini tashib o'tib, ya'ni o'zi anglagan hali qadam tashib o'tib turib, mushu Muhammad Salih Damulloh jimdin rivoyat qildi hadisni. Ammo Muhammad Salihdan angladim demaydi. Yolg'on yo'q qilmas uchun. Demak bu shuning bilan mushu shayxni, ya'ni Ariqdagi Muhammad Salih o'zining ustozi bo'lgan Salih Damulloh bilan ikkisini Ariqda ko'rgan haliqi shayxni, ya'ni zaif shayxni tushug'izib o'tadi va uningdan yani o'zi asli shayx bo'lgan Salih Damullohimdan buni rivoyat qiladi, anglaganliqmi va uning g'ayriga ehtimol bo'lganlar bilan. Ehtimol anglagan bo'lishi mumkin, yoki anglamadim, menga boshqasini kelganda bevosita anglaganlik va bevosita anglagan ehtimol tutadigan, anglagan ehtimol tutmaydigan bunday lafzlarni ishlatadi. Masalan, qala dabtu yoki an buningda bunda xabarli kelibdi deganda, kala qasaq degan yer men bordim degan ehtimolimi bor. Yoki debtikan paloniga men anglagan degan ehtimolimi bor. An desa, buningmi shunday bir muttasil bo'lishi mumkin qat'iy ehtimol. Demak, bunda siyg'alarni ishlatadi. O'zining g'ayrini, boshqalarni mush hadisni shu kishining anglaganlik bir xato gumoniga, bir vahmiga sep qo'yish uchun. Lekin asla bir muhim sharti, ya'ni bu shartga diqqat qilgan eng muhim gap, asla bu kishi u hadisni shuningdan, ya'ni rivoyat qilgan shayx va uning anglaganligini bevosita anglaganlikni aniq so'zlamaydi. Demaydi-ki, sami'tu, haddasani demaydi. Nima uchun? Kazzabga aylanib qolmas, o'sha sababdan. Yani ayni desa bu kazzabga aylanib qoladi, shu sababdan bu kazzabga aylanib qolmasligi uchun bu yerda ehtimolliq siyg'alarni ishlatildi. Undan keyin yana bir nuqta, bu yer tushug'izayotgan kishi, tushug'izayotgan vahsa, tushib ketgan ravi, balkim bu bir odam bo'lishi mumkin yoki birdan ko'p odam bo'lishi mumkin. Ammo eng muhim bo'lgani men tadlis qilgan haliq shayxdan men mushidasini anglamagan bo'lsammi, boshqa hadislarni anglagan bo'lishim kerak. Bu yerdagi bu muhim nuqta. Tadlisda diqqat qilgan ikki nuqta bor. Birinchisi shu tadlis qilguvchi bo'lgan mudallis ravi shu hadisni uning din rivoyat qilgan odamdan muhaddisni anglamagan bilan boshqa hadislarni anglagan. Demak, shuningki tilomizlari qatorida, shuning rijollari qatorida sanalgan odam bo'lishi kerak. İkinci birisi bir yerde bu işletken çağda lafzlardan herguzmu bir yerdeki tushug'izvatdi bir ravini. Tushug'izvatgan ravinin ki aslini ben çokum shunda angladim. Mana bunda degan deblikinde çokum keskinlikka, anglaganlikka, jazm qiladigan siyg'alarni ishlatmaslik kerak. Agar ishlatib qolsa, kazzab bo'lib bersin. Unda da bir yerdeki keyin bir yerdeki bu tadlis bilan, yerdeki mudallas bilan keyin ma so'zlanadigan bir mursal xafiy deb bor. Bu mursal xafiyning farqi nima desa, ikkisining o'xshashlik tarafi bor emasmi? O'xshashlik tarafi ham ayrılgan tarafi. Dedi Abu Hasan ibn al-Qattan mush ilgirgi ta'rifni. Yani tadlisning yuqorqi ta'rifini zikr qilib qo'ygan dediki, bu tadlis bilan mursal xafiyning farqi shuki, yani irsal xafiy, yani irsal malak irsal xafiy, yuqorqi irsal emas. Xafiy shu irsal xafiy deganimiz yani rivoyatuhu amman lam yasma' minhu asla. Yani onunki unudun asla hadis anlab bakmagan kişinin kılgan rivoyat. O tadlisda u o'zi ma hadisni anlamagan bilan boshqa hadislarni anglagan, yani boshqa hadislarda uning ustozi, uning shayxi hisoblanadigan odamdan rivoyat qilindi. Buning ismi tadlis. Ammo mursal desa, mursalda irsal xafiyda yana bu yerdagi o'ziniki hadis rivoyat qilgan haliq odamdan asla chiroyini ko'rib bakmagan, hatto ba'zi chog'da hadis asla bakmagan, yani hadis anlab bakmagan kishilardan hadis rivoyat qildi. Bu irsal xafiy bilan tadlisning farqi shu deydi. Muşuna izah etti. Meyli mudallis olsun, meyli mursal xafiy olsun, irsal xafiy her ikisi yani bir şeyhten o şeyhten anlamagan narsalarni anglaganliknimi, anglaganlikdan g'ayrinimi ehtimol tutilgan lafzlar bilan nima qildi va rivoyat qildi. Lekin mudallis mush shayxdan, yani shu shayxdan tadlis qilgan hadisdan boshqa ahadis, nurg'un hadislarni anglagan. Tadlis qilgan bu hadisni anlamaganga boshqa hadislarni shu ustozdan muttasil shaklda mubashiratan olgan holatlari bor. Va halbuki mursal irsal xafiy, yani mursal xafiy holat hadis rivoyat qilgan odam kelsak, bu kishi irsal shaklda rivoyat qilgan u shayxdan asla hadis maqbaqmagan va abbaqmagan. Na bu hadisnimi, na uning g'ayrimi. Na shu mursal qilgan bu hadislarnimi, na mursal qilgan hadislarning g'ayrimi. Lekin
davrdash bo'lgan bo'lishi mumkin. Asarahu bir davrda yashagan, ikkilisi bir davrda yashagan. Yoki uchrashgan bo'lgan, ikkisi bir shaharda uchrashgan, ammo hadis olmagan bo'lishi mumkin. Demak, asla muhim shartda uni asla hadis olmagan odamdan, masalan, hayotida bir qatam ko'rgan yoki bunda bir davrda yashagan odamdan men falon unda qilgan ya falonda deganda ehtimollik shuni anglaganligini ehtimolga azroq keltirib qo'ydigan, vahmiy keltirib qo'ydigan siyg'alar bilan rivoyat qilganda mursal haqiy deymiz. Endi buning ta'rifida yana mursal haqiyni inshaalloh tafsil tushunamiz. Endi bu yerga buning misoli qasida misoli hakim o'zining isnodi Ali ibn Hashramdan rivoyat qilgan hadis. Dediki, Qalna ibn Uyayna. Ibn Uyayna aytadiki, Zuhriydan, ana Zuhri din bir so'zladi. Deyildiki, o İbn Uyaynaga sen bu hadisni Zuhriydan anlaganmi debdi. Dediki İbn Uyayna, la. Men bu hadisni Shahab Zuhriydan anlamadim. Wala mimman sami'a minhu. Hatta İbn Shahab Zuhriydan anlagandan anlamadim. Zuhriydan anlamadı. Hatta ki Zuhriydan anlagan kişiden anlamadı. Demek aralıkta iki tane kişinin bıraklamçava taşıvattı bir adam. Ne diyor? Haddesani Abdurrazzak. Hadisini aslı. Ma bu hadisini Abdurrazzak sözlep verdi. O Me'mer'den sözlepti. O Me'mer Zuhriy'den deydi. Demek muşu misalının üzerinde İbn Uyeyne iki kişinin nima qilyapti va ikki kishini cho'g'izayapti. Ikki kishi bo'lsa qasi biri Zuhri, ya'ni birisi Ma'mar. Ya Abdurrazzaq va Ma'mar. Ikki kishi cho'g'izayapti, ikki kishi o Ma'mar bilan nimada Abdurrazzaqdan iborat ikki kishini cho'g'izayapti deydi. Demak bu hozir Ibn Uyaynaning anlig'ini Abdurrazzaqdan anladik. Bu ergizimiz Zuhri'den anlamallık. Hatta Zuhri'den kim anlagan? Ma'mar anlagan. O Ma'mar'dan anlamallık. Demek bir yerdeki ama İbn Uyayna Zuhri'nin hadis rivayet kılgan bo'lsa rivayet kılgan. İbn Uyayna, Sufyan Uyaynaning Ibn Shihab Zuhri'nin rivayet kılgan nurg'u hadisleri var. Ma hadisini artık işkeden vasıtlarını rivayet kılgan bilen mübaşireten halatta İbn Shihab Zuhri'den Ma'marga muttasil olan yani bir vasıta rivayet kılgan hadisleri nurg'un. Şunun için bunu biz deymiz tadlis deymiz dedim. Yeni birisi var tadlis-i tesviye. Bu tadlis-i tesviye hem bu tadlis-i isnaddan qatarıdır. Muşu nev min tadlis ve fil hakika nev min anva leysa bu yani bazı türlerde bu şu tür tadlis-i tesviyenin bu türü ameliyette o türden bo'lgan bir türler bu isnadın emas. Tadlis-i isnad qatarına kirmeydi. Ameliyette nurg'un ulamalarımız bunu tadlis-i isnad qatarına tıqqan mulam bu. Tadlis-i isnad ki yukarıdakimiz ayrım sert sebebine üzününki bir ravini düşürüp ötüp üzü anlagan yani üzü muhadisini anlamasın başka hadislerini anlagan bir raviden anlamagan narsani rivayet qilishi yuqoriga tadlis isnod oldu. Ama tadlis tasviyaga kelsak, tadlis tasviyaninki holatida ma'u qasilsa bu bakar xatarligi. Bu tadlis tasviyaning ta'rifiga kelsak, bir ravinin o'zininki rivoyati ravi an shayxiga. U ravininki o'zining shayxini rivoyat qilishi. Ma'noda u ravi o'zining shayxini muqoyatish va tushug'izatish yoki o'sha. Ondan keyin ikki siqa ravininki, ikkisi bir-biridan uchrashgan ikki siqa ravining orasida bir nima va zaif ravi bo'lib qolgan bo'lsa, mushun tushug'izatigan, qasdan tushug'izatigan holat. Ma'ni biz deymiz va tadlis tasviya deymiz. Masalan, hadisda bir yerde 5 sanat var. Mesela 5 tane ravi var. Bu 5 raviden biz bu kişi özünün ustazına cahil söz eder. Bu tadlisin, yukarıdaki tadlisin isnad olmaydığı yere. Ama ustaz söz degen bilen bu ustazının ustazı bu kişi yani onun yukarısı adam bu miska. Ama üçüncü adam bu mudurva zayıftır. Ama bunun yukarısı ravilerinin hem sıka, sahih raviler. Fakat bu iki sıkanın arasında bir zayıf çıkıp kaldı misalen. Yani bu qanday qiladi desa, mush zaif ravinin tuyg'izadi. Nima uchun? Mush zaif ravi sababli hadis mavjud bo'lib ketmasligi uchun. Endi buningki sharti qasi desa, chuqum mush zaif ravi ortliqidan tushib ketgan, o'rtadan tushib ketgan ma ikki ravi bu ikkisidan bo'lishi kerak va uchrashgan bo'lishi, yakanda ikkisi davrdosh bo'lgan bo'lishi, yoki unda usta shogirdlik munosabati bo'lgan bo'lishi kerak.
Endi bu raviyning yana nimaniki tadlis tasviya qilgan mudallis raviyninki shayx o'zini aloqasi yo'q. Bu islomning o'tirdi o'z ashqasdan bir raviyni jug'uzdi. Mesela bunun surati qarşılasa bir ravi hadisini rivoyat qildi o'zining siqa bo'lgan shayxidan. O'zining shayxini rivoyat qildi, ma boshqa bir odam emas. Endi mush siqa bo'lgan ravi bu hadisni bir zaifdan rivoyat qildi. Bu zaif yana bir siqadan. Demek ki ikki siqaning orasida bir zaif kirib qoldi. Shu sababdan bu hadis nima va mardud. Endi buludiki ma ikki siqa mush zaifning mislika yaqistiki bu ikki dona siqa ravi yana bir bilan nima qilgan? Birisi bilan uchrashgan. Birisi uchrashgan yoki ustoz shogird munosib o'rnatgan odamlar bo'lishi kerak. Agar bo'lmay qolib qolsa bu saxta zarurga aylanib ketib qoladi. Masalan, yoki iliqma risol xafiy qatoriga kutib oldi agar ro'shan bo'lmay qolib qolsa. Shuning bilan bu yerdagi mudallis hadisni nimadan oldi? Siqadan oldi. Sinatdagi hali zaifni cho'g'izayapti. Demak bu zaifning yuqorisiga misqadi. Shuning bilan isnat en shayxi siqa. Demak bu mudallisning shayxi misqa. Uningki yuqoridagi zaifning topisiga misqa bo'lganida zaifni cho'g'izayotgandan keyin bu ikkisi o'xshagan siqa bo'ldi. U yana siqadan ikkinchi bir siqadan hadis rivoyat keltirib qo'ydi. Ehtimolli lafzlar masalan anga o'xshash yoki shuningdek ehtimolli lafzlarda. فيسوي الإسناد كله ثقات. demek isnadning hammasini o'xshashligida siqa qilyapti. Ariqdagi bir zaif ravini nima qilyapti? Bir ustunlik bilan yo'nal ishlatib nima qilyapti? Yo'gab qo'ydi, cho'g'izib o'tib yo'gab qo'ydi. Bu sababdan buning ismini tadlis tasviya, ya'ni baravar qilib qo'yish, ham o'xshash siqa qilib qo'yish demasa tadlisi deb atadi. Endi bu xil tur, mayli tadlis isnadma bu to'g'ri bo'lmagan qilib, ammo tadlis tasviya degani bu nimadir va tadlis turlarining eng xatarligi. Nima shu qilsa? Chunki siqa avval, ya'ni birinchi siqa bu unda hadis birinchi siqa bo'lgan kishi bu tadlis bilan ma'ruf bo'lgan odam bo'lmasligi mumkin. Biz en degan siyg'alarni ehtimolli siyg'alar kelgan chog'da shu siyg'ani ishlatgan kishiga qaraymiz. Agar bu ishlatgan odam buni yana shu kishi agar tadlis bilan mashhur bo'lgan yoki tadlis ishlatganligi bayqalgan kishilar bo'lsa, bu nimaga ittisoqda qilinmaydi. Hadis munqat ekan, bu yerda bir masala ekan deb biz to'xtalamiz. Ammo agar asla tadlis qilmaydigan, asla bu iliqimda bir tadlis degan ish uni sodir bo'lgan kishilar bo'lib qolsa, bu kishiningki endiga labsima ittisoqda qoldi. Demak, endiga labs kelgandan keyin buning beshidagi kishiga qarasa u siqa qilib qo'ygan siqa shayx bor-ku, bu tadlis undan sodir bo'lmagan, tadlislar bo'lmagan odam bo'lsa, demakki bizning nazarimizda bu nima qilib qoldi? San'atga vaqib ala san'atga qargan odam shundan keyin buni tasviyadan keyin buni siqadni rivoyat qilibdi deb uningga sahih deb hukm qildi. Demakki bu yerdagi 5dagi birinchi siqa tadlis bilan ma'ruf bo'lgan tadlis tungan odam bo'lmag'achqa biz buni ishlatgan endigan labzi nima bevosita ittisoqlar qilganda demak bu yerda nima ekan va inqito yo'q ekan deb lekanda usnaqa sahih deb hukm qilinish ehtimoli bo'lib qoldi. Demek bununda nayt qattiq g'arar va shu nuqtadan bu tadlis tasviya tadlis turlarininki eng yomoni. Ammo yuqoridagi tadlislar yomon. Ammo yuqoridagi tadlislarda u tadlis qiluvchi faqat o'zining shayxini nima qildi va o'zining shayxini yo'gaydi. O'zining zaif shayxini yo'gaydi, o'zining zaif shayxini cho'kizib o'tadi. Bunday ahvollar bor. Demak, endi mushu kishi tadlisdan bilingan odam, tadlisdan qilgan kishilarning hammasini bizning jarhada ulamolarimiz hammasiga tadlisdan ma'ruf tadlis qilgan deb unga bahona berib bo'lgan. Shu yüzden biz buni bilmak ancha ta'simiz. Ammo tadlis tasviyaga kelsak, bu tadlisda qilgan odam islatning beshida. Buni qarasa bu bevas mubosharatan o'zining siqa bo'lgan shayxidan rivoyat qildi. Ammo u uni aloqasi bo'lmagan saning o'ttirgan kipligida bir zayn cho'g'izib o'tib, bunda hadisni bir huna ishlatdi. Ma sebepten bir yerde hadisdeki inqita'ını bilmek bek tahsis kitib qoldi. Şuna meyadaki bu tür tadlis tasviya türü tadlis türlerinki eng yomonidir. Ana bu tadlis tasviyani qilgan kishining eng mashhurisi Baqiyat ibn Valid ekan. Baqiyat ibn Valid deb bir ravi. Şuna Abu Musir o'zining baytida dediga ahadisu baqiya laysa naqiya fakinnuha ala taqiya. Baqiyaning hadislari bak pokiz hadislar emas, bir tadlis bilan javob olishganlik. Shuning uchun bu sen Baqiyaning hadislariga kelgan chog'da nayda taqiyani ehtiyotchan bo'l, buni javob buni yoki saqlanib buni javob saqlangan baqiyan hadislarga javob chiqib qolmaydi. Bak mishadiki
ikkinchisi Valid ibn Muslim masalan. Valid ibn Muslim, Baqiyat ibn Valid degan shunda ismlar chiqqan chog'da mishada cho'qimki tadlisninki mahoratlari bo'lishi mumkin. Bu yerda qattiq diqqat qilsak bo'ldi. Yani mashhur bo'lgan mudallislar. Ular mudallis tasfiya qilib. Misali masalan rivoyat qildi Ibn Abi Hatim ilal degan kitobida dediki oldimki odamdi deb kirib zikr qildi hadisniki o'rdasi rivoyat qilibdi Ishaq ibn Rahuvay Baqiyadin haddasani Abu Wahb al-Azadi an-Nafi an Ibn Umar deb bir hadis rivoyat qildiki la tahmadu islam al-mar'i hatta ta'rifu uqta ra'i bu hadisni da müşahidesini keltirib mush Baqiyaning müşahidesini keltirib dediki İbn Abi Hatim o'zininki dadasining so'zini rivoyat qiladiki bu hadisninki lahu amrun qallama yafhamuhu bu hadisda bir ish borki qallama yafhamuhu buni nima qilgan tushunadigan odamlar oz bo'lgan ya'ni oz birlik odamlar biladigan bir ish bor bu hadisni Ubaydulloh ibn Amr rivoyat qilgan siqa kishi u kimdir rivoyat qilgan u İshaq ibn Abi Parvidin u kim u Zeyd amma o kim rivoyat qildi o Nafi ibn rivoyat qildi Nafi ibn Umardan payg'ambar sallallohu alayhi vasallam rivoyat qildi endi bu yerga qarasak masalan endi bu yerdagi mishadagi isnodni qarasak bu yerdagi isnodda bu hadisni Ubaydulloh ibn Am an Ishaq ibn Abi Ishaq ibn Abi Parva ma yuqorqi mayadagi nimada yuqorqi yuqorqi o'zininki Baqiyaninki sanadida bu kishi cho'kizilgan qasdan ammo buning yuqorisi qarasak sanad farqini qarasak masalan Ubaydulloh ibn Amr qarasak bu musiqa buni tuan qarasak Nafiya u musiqa ammo bu hadisdagi mishadagi ikkisining orasidagi ikki siqaning orasidagi bir zaifni qasdan cho'kizyapti qanday kim desa shu Baqiyatni bo'ladi endi hadisning kelimiz qarasak Ubaydulloh o siqa onun künüde Ebu Vehbi o Esediydi. Bunu yögep koyduk niyet kıldı Baqiya nispet olanla Esedi deb nima uchun buningki ahvolini bilmaslik uchun hatto teşvivatda ayada bir ravinin sübtini yani tadlis yo'q deb aytsak bir minava yani uni ishitib o'pib tashvatda Ishaqin Abi Parvini uningki la yuqtada lahu uni tepilmaslik yoki uni bilinmaslik uchun Ishaqin Abi Parvini teşvivatda agar Sahib Abi Parvi zayıf bo'lganligi agar isnodda oq kishini ko'rib qolsak biz aytib zayıf bo'lib qoldi. Demak, bu shuni qasdlar bilan ikki siqaning orasidagi Sahib Abi Parvi nima qilyapti va tushungizyapti. Bu shuni o'qidim biz yuqorida so'zlagan nima va tadlisi tasviya va mishada. Ammo yuqoridagi ayrim kuniyatlardan ayrim sifatlarni ataqanligi ham yerda biz inshaalloh so'zlaymiz tadlisi shu qatoriga kiradi. Demak, bunda ham tadlisi shu ham tadlisi tasviya va misol nomor 2. Dek alamat bugünkü dersimiz tadlis hakkında zakırdık. Bu tadlis yoki bu mursal xafiy her şekilde buningki sınavda tadlisni yoki mursal xafiyni bilmakmi ham g'oyat mushkul. Ham shunday buni tushunmak masal qiyin gap. Shu xudim bugun shu tadlis isnat yana birisi tadlis tasviyani tushungan bo'ldi, ammo tadlisi shu yo'q. Bilan inshaalloh ayta bunun hükümleri ve ondan keyingi mursal xafiy haqidagi misollarni kelayotgan darsimizda davom qilamiz inshaalloh. Bugungi mushtadlisga aloqador bo'lma tushunmagan yuqorisi aloqador mazmunlar bo'lsa asosonlar bo'ldi yoki oldin qadamliq darsdagi zohir aloqador mazmunlar bo'lsa asosonlar bo'lmay qolib qolsa bugungi qadamliq darsimiz ishlagicha bu darsni bak tushunib ketmagan yerlar bo'lsa so'rsak bo'ldi. Agar tushunib so'rashni o'qimay qolgan bo'lsak, so'rash shakllarini o'qimay qolgan bo'lsak,
Buni so'rasam bo'ldi, qanday shaklda qanday so'ramagan bo'lsanglar, shakllarni qayta tushuntirib qo'ysak bo'ldi. Yo'q so'rasanglar bo'ldi aslida shaklida. Bo'lmaydi, qo'l ko'tarish belgisi bor yuqorida. Shu belgi orqali ovozda so'rasanglar bo'ladi. Ammo chuqur tushunmagan bo'lsa